Barchaga assalomu alaykum. Bugun Quartz kompaniyasini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. O'sha fond bozoriga qiziqadiganlar va kuzatadiganlar, ishtirok etadiganlar buni bugun rosa gruppalarda yozishdi va shunga shaxsiy fikrimni bildirishga harakat qilaman. Ketdik, boshlaymiz. Quartz kompaniyani aksiyasi o'zi mana 19-yildagi narxda oladigan bo'lsa, eng baland narxi o'sha 19-yilda bo'lgan va mana ko'rishimiz mumkin 9100 so'mlarga borgan. 9100 so'mdan endi grubo mana hisobladim. Hozir 9000 dan 1000 so'mgacha kelgan narx. 1000 so'm atrofida yuribdi, 900 so'm atrofida yurgandi. Bu o'sha 9000 dan 1000 so'mga hisoblaydigan bo'lsak, 88% nima deydi? Chegirma bo'lyapti, skidka. Endi savol, shu minus 88% skidka bo'lyapti ekan. Olamizmi, olmaymizmi? Shirin narx bo'lyapti. Nima qilamiz uni? Olamizmi, olmaymizmi? Ko'p ishtirokchilar, savdo qiladiganlar o'zimizni fond bozorida rosa olgisi kelyapti va o'zlari ham olib, qolganlarga ham olishga tavsiya berishyapti. O'zi arzon yuribdi, ola qol deb. Va shunaqa narsa hozir kuzatilyapti bizani o'zimizni bozorda. U oling degan bilan, misol o'zini fond portfeliga olgan bo'lsa-da ham o'sha investorda qanaqa risk o'zi sizni kutilmoqda, qanaqa riskka siz tayyor bo'lyapsiz bu aksiyalarni olayotganda. Shu haqida men gapirishga harakat qilaman. O'zimni shaxsiy fikrim va albatta faktlar ham bildirib o'tib ketaman. O'zi bu risklarni men o'tgan yili yozda yetib o'tgandim va shu narsa mana bugungi kunga kelib o'ylaymanki tasdiqlandi. O'sha paytda ya'ni bu kompaniya 2-3 yilda bankrot bo'lib ketishi mumkin deb o'tgan yili men aytgandim. Yoz oylarida. Ketdik, shularni hozir ko'ramiz ketma-ket. Va o'sha aytganimdek, mana o'ylaymanki haqiqatan bu narsa tasdiqlandi, chunki hozir davlatimiz bu kompaniyani qaytadan o'zini balansiga qaytib oldi. O'sha AUga o'ziga qaytib oldi bu tashkilotni. Men o'ylaymanki nimaga o'sha bu narsa nimaga qilindi? Chunki kompaniya haqiqatan ham juda ham yomon moliyaviy ahvolda, kreditlari bor va уже sof foydasi yo'q. To'lashi qiyinlashib bormoqda. Va o'ylaymanki o'sha zavodda qutqarib qolish, u yerda zavoddagi ishchilarni saqlab qolish, ya'ni ishchi o'rinlarni endi u yerda ko'p o'zimiz nima deydi, yurtdoshlarimiz ishlaydi. Va o'shalarni ishini yo'qotmaslik uchun o'ylaymanki davlatimiz nima deydi, giroy sifatida bu kompaniyani o'ziga qaytib oldi va hozir davlatga qaytib keldi xullas bu kompaniya. Endi o'sha eng asosiy savol nima bo'ladi endi? Mayli, davlatga qaytib kelibdi ekan, oldin to'liq xususiy edi. Xususiyga o'tib ketuvdi, endi qaytib davlatga qaytib keldi. Nima bo'ladi? Bu aksiyalarning narxi o'sib ketadimi yo tushadimi? Hamma investor baribir qiziqayotgan savol shu. Va albatta aksiyani narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi paytda spekulyatsiya 100% bo'ladi. 100% o'sadi demoqchi emasman. Spekulyatsiya, ya'ni savdo, o'sha savdolar narxini ko'tarib yuborish, u narsalar bo'ladi. Bugungi kunda o'zida ko'radigan bo'lsak, mana 19% ga o'sish berildi. Aksiya o'sha bozor narxidan sotib olindi. 18 adashmasam mana 18 million so'mga sotib olindi aksiyalar. Уже 19% o'sish biz ko'rdik. Nimaga
19%. Menimcha hamma bilsa kerak. 20% dan oshadigan 20% ga narxni oshirib yuboradigan bo'lsangiz, sizni bloklab qo'yishadi. Meni shaxsiy fikrim, balki shuning uchun 19% gacha o'sgandir. Xo'p, spekulyatsiya aytganimdek, ya'ni bo'ladi. Narx orada ozgina ko'tarilib, kimdirlarga sotib, keyin albatta narx o'z holatiga qaytadi degan fikrdaman. Nimaga? Kelinglar haqiqatdan mana professional ko'zlar bilan va professional nazar bilan faktlarga qaraymiz. Ya'ni men o'zim o'sha professional sifatida faktlarga faqat ahamiyat beraman va sizlarga ham shuni tavsiya qilardim. Endi investor sifatida yoki o'sha bu investitsiya yo'nalishiga professional yondashuv qiladigan bo'lsangiz, albatta faqat o'sha narxga bitta yengillikka qarash kerak emas, kompaniyani albatta chuqurroq o'rganish kerak va o'sha nima deydi, hisobot birinchi Capdepoda chiqdi. Nimada OpenInfoda yo'q, hech qayerda yo'q. Capdepoda bor va Capdepoda o'sha hisobotdan oladigan bo'lsak, ya'ni nima deyilyapti hisobotda 24-yilda vyruchkani 521 milliard bilan yopishibdi. Endi kelinglar bu yoqda ko'ramiz. Aytganimdek, mana obnovit qilib yuboraman. 23-yilda 530 milliard edi. O'sha bu kompaniyaga tushib keladigan kirimlar. Bu toza foyda emas, ya'ni uni olib xarajatlarga yo'naltiriladi, ya'ni o'sha ishchilariga va hamma ishlatgan o'zini xarajatlarini yopib va oxirida agar qoladigan bo'lsa, o'sha kreditlarini ham oyma-oy to'laydigan foiz, hamma nimalarni to'lab bo'lgandan keyin oxirida qolsa o'sha sof foyda qoladi. Ya'ni daromadi уже kamayib boryapti. Mana 22-da eng katta yuqori ko'rsatishlarda 621 milliard so'm vyruchka bo'lgandi va o'sha yili oxirgi marta sof foydasi bor edi. Ko'rganinglarda endi mishkani o'zgartirsam ketib qoladi. Ko'rinib turibdi deb o'ylayman. O'sha чистая прибыль yozilgan 64 milliard sof foydasi bor edi. Va keyingi yildan biz ko'ryapmiz -21 milliard чистая прибыль. Bu degani zarar bilan chiqishmoqda. Zarar. Va ular o'zidagi bor pulini ishlatib, ularga общий 530 milliard kirim bo'lgan bo'lsa, bu kompaniya sotgan umumiy sotgan mahsulotini, ko'rsatgan xizmatni общий 530 milliard tushgan bo'lsa, ular 551 milliard, ya'ni chiqim qilib yuborishgan yil davomida. Demak, ular shuning uchun zarar bilan chiqishmoqda. Va 24-yilni ko'radigan bo'lsak, 530 bo'lsa, yana kamayyapti, 521 milliardgacha tushmoqda. 8 milliardga kamaymoqda vyruchka. Ya'ni kelayotgan kirimlar. Endi esa pribel qanaqa bo'ldi deydigan bo'lsak, pribel esa 141 milliardga tushib ketmoqda. Ya'ni 141 milliard so'm zarar bilan chiqishyapti. 24-yilni shunaqa ko'rsatkich bilan yopilmoqda. 23-yilda bu 21 milliard edi. -21 milliard zarar. Endi esa -141 milliard. Tasavvur qilyapsizlar-da, qancha baravar oshib ketyapti zarar. 119 milliardga oshib ketdi. Va ularning umumiy hozirgi kundagi o'sha qarzlari esa 487 milliard. Va o'sha men aytgandim, yana bir kredit olishganda o'tgan yili 88 milliard qo'shilgan. Va o'sha aytganimdek, hozir davlat oldi Kuway Sement olgandi Kvarsni o'ziga. Endi esa davlat Kuway Sementdan o'ziga oldi.
keyingisiga o'tamiz. Va так, 25-yilda государство вновь стало владеть. Да. И o'sha aytganimdek, hozir AUGA bu davlat tashkiloti. Alisa Patisha AUGAga o'tib ketdi, ya'ni davlatga o'tib ketdi Quartz. O'sha 19-martdagi protokol ga asosan o'sha 27-martda imzolangan. U 89% ulushi AUGAga o'tib ketdi, ya'ni davlat tashkilotiga o'tib ketdi. Endi kelinglar. Nima bo'lyapti o'zi bu kompaniyada haqiqatdan ko'radigan bo'lsak, u 20-yil kredit olgandi, o'sha $7 million va 179 milliard so'm kredit olgandi plus. Ya'ni o'sha yangi liniya quramiz deb olishgandi. Keyin 21-yil yana ular kredit olishgandi 47 milliard va 24-yil o'sha liniyalarni bu yoqda qurib bo'lgandi, ular bitkazib bo'lgandi. 24-yil esa sof foydasi уже yo'q va ular yana kredit olishuvdi. 8 million dollar kredit olishgan o'tgan yili. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, men o'sha o'tgan yili aytgandimda, ya'ni ular o'sha zavoddagi yangi liniya umidlar oqlanmadi. Shu sababli katta investitsiyalar yo'qoldi va kreditlar kompaniyani bo'g'ishda davom etib borgandi. Mana ko'rganinglarda bu kreditlar olgan bilan ham uni lьготный periodi bo'lsa ham baribir ham oyma-oy keyin to'lab borish kerak ularni va ular esa har safar kredit olganingizda u to'lovlar usti-ustiga qo'shilib boriladi. Men o'shanda aytgandim. Ya'ni 2-3 yildan keyin kompaniya bankrot bo'lishini ko'rishimiz mumkin deb aytgandim. Bu o'sha 7-avgust 24-yil qo'ygandim. Va bugungi kunda ko'ryapmiz, kompaniya davlatga qaytib ketdi. Ya'ni davlat bu kompaniyani o'ziga oldi. Ya'ni shu o'ylaymanki, yaxshilik qilish uchun, ya'ni bankrotlikdan menimcha qutqarib olish uchun. Bu meni shaxsiy fikrim. Men o'zim как moliyachi, nafaqat moliyachi investor sifatida men bu kompaniyaga o'shanda ham aytdim, investitsiya qilmasdim, hozir ham to'g'risi investitsiya qilmayman va savdo ham qilmayman, chunki risklari baland. Bu yerga faqat ko'rib borish kerak moliyaviy ko'rsatishlarni va kompaniya o'zi nima qilishni boshlaydi. O'sha aytmoqchi bo'lgan gapim, o'shanda ham aytganman. Har doim yodda tutinglar, kompaniyani aksiyasi narxi tushib ketgan bo'lsa, uni olish kerak degani emas. Hali uni olish kerak degani emas. Shu narsani aytib o'tmoqchi edim. Shuning uchun agar sizlarga maslahat beradigan bo'lsa, albatta shu narsani inobatga oling, shu risklarni inobatga oling va agar shu risklarni oladigan bo'lsangiz, ya'ni mayli men bu risklarga tayyorman, kompaniya bankrot bo'lib ketsa ham, ya'ni shu juda ham og'ir ahvoldan chiqib ketishiga ko'zim yetadi desangiz, albatta investitsiya qilsangiz bo'ladi. Aytganimdek, o'zi qisqa muddatlarda biz ko'rishimiz mumkin, spekulatsiyalar bo'ladi. Bu bir oyda, nima deydi, 1-2 oyda kompaniya hamma qarzlaridan qutulib oladi degani emas va o'z joy-joyiga qaytib ketadi degani emas. Ko'rganimizdek, уже sekin-sekin ularning o'zi kirimlari ham sekin kamayib bormoqda. 621, 530, keyin yana kamayganda. Shuning uchun kuzatib borish kerak. Shu o'zimning shaxsiy fikrimni bildirmoqchi edim. Rahmat. Sizlarga ham bu video yoqqan, foydali bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Men ham orientir olaman.
shunaqa vaziyatlar bo'lganda shu video chiqarib turishga harakat qilaman. Like bosib qo'yarsizlar. Rahmat. Sog' bo'linglar.